Техника, технологиялар, инновациялық жаңалықлар тұрмысымызға тез бетпенен кіріп келер екен, біз бұл жаңалықларды қалай қабылдаймыз? Бұл бойынша дүния тәжірибесі қандай? Біз бүгін рубрикамыз арқылы міне осы бағдарда жұмыс алып барып отырған жастарымыздың бірі менен сәубетлесеміз. Нәубеттегі жастарымыздың бірі Базарбаева Дилрабо. Дилрабо, сіз қазіргі уақытта нелермен шұғылданып жатырсыз? Men hozirgi kunda veb-saytlar uchun ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha shug'ullanmoqdaman. Buning uchun bizga ma'lumotlar bazasini yaratish uchun maxsus tillar talab qilinadi. Hozirgi kunda mana shu tillarni o'rganmoqdaman. Bular PHP, MySQL, SQL tillardan iborat. Ularni o'rganish uchun bizga ancha-muncha vaqt talab qilinadi. Hozirgi kunda men boshlang'ich PHP darslarini video darsliklar orqali va ustozlarimning yordami bilan o'rganmoqdaman. Ushbu o'rganishlarim natijasida hozirgi kunda men bir qancha saytlar va dasturlar ishlab chiqmoqdaman. Hozirgi vaqtda qanday kompyuter бағдарламалары, so'ning ichida veb-saytlar ishlab chiqyapsiz? Aynan hozirgi vaqtda ishlayotgan veb-saytim Handman deb nomlanadi. U qo'l hunarmandchiligi yo'nalishi bo'yicha, ya'ni unda uy bekalari, qizlarimiz, ayol qizlarimiz qo'l hunarmandchiligini o'rganish imkoniyatiga egalar. Ya'ni unda nima o'z ichiga oladi? Ya'ni to'qish, bichish, qog'ozdan turli ranglardan kerakli narsalar yasash kabilarni o'z ichiga oladi. Bu saytni yaratishdan maqsad uy bekalarining bo'sh vaqtlarini foydali ishlar bilan jalb qilish. Ya'ni ular uydan chiqmagan holda ham internet orqali veb-saytimizga murojaat qilib, mana shu darslardan foydalanib hunarmandchilikni o'rganish imkoniyatiga egalar. Siz veb-saytingizning imkoniyatlari bilan tanishib chiqsak. Bu veb-saytimiz qo'l hunarmandchiligi uchun mo'ljallangan bo'lib, bu veb-saytda asosan rangli qog'ozlar bilan ishlash, munchoqlar bilan ishlash, turli otkritkalar yasash, to'qish sirlari, carving sirlari va tikish, bichish, quroq qurash va qo'shimcha yana ko'plab mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Ular asosan saytimizda rasmlar va video darsliklar bilan boyitilgan, ular orqali o'rganishlari mumkin. Yana chuqurroq agar qiziqsa bizga murojaat qilish orqali, sayt orqali virtual darslarda qatnashish mumkin. Ya'ni bunda qanday bo'l? Saytga murojaat qiladi. Biz virtual darslarni tashkil qilib, master orqali virtual uyda o'tirgan holda kameralar orqali ko'rsatishimiz mumkin. Veb-saytimiz asosan yasash usullari, mahsulotlar, fotogalereya, narxlar va maktub yuborishdan iborat bo'lib, mahsulotlar bo'limida foydalanuvchilarimiz hunarmandlar yasagan mahsulotlar bilan tanishish imkoniyatiga egalar va ular o'zlari yasagan mahsulotlarni ham kiritib, agar sotib olmoqchi bo'lsa, maktub yuborish orqali buyurtma berib, ular o'zlari xarid qilishlari mumkin. Bundan ko'zlangan maqsad yosh hunarmandlarimizning mahsulotlarini keng ommaga tanishtirishdan iborat. Agar bizga saytimiz orqali murojaat qilsalar, biz ular uchun master klasslar tashkil etib, qo'l hunarmandchiligidan darslar o'tib berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Veb-saytimiz orqali Yoshlar ittifoqi markazida yosh hunarmandlarning mahsulotlarini ham yoritib boramiz. Ya'ni ularning yasagan mahsulotlarini saytimizga kiritamiz. Bundan tashqari, ularning tajribalarini keng ommaga tanishtirishni ham maqsad qilib qo'yganmiz. Rahmet javobingiz uchun. Dilrabo, hozirgi vaqtda bundan boshqa yana qanday бағдарламалар ustida ishlayapsiz? Hozirgi kunda ta'lim sohasiga ham yangi pedagogik texnologiyalar kirib kelmoqda. Ularni o'rganish natijasida o'zimizning Questions dasturimizni ishlab chiqdik. Ya'ni bu dastur pedagoglarimizga ta'lim jarayonida test o'tkazish jarayonini avtomatlashtirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni ular test jarayonida qog'ozda biletlar tarqatmasdan kompyuterda joylashtirilgan dastur orqali ularga murojaat qilishlari mumkin. Ya'ni bunda o'quvchi partada o'tirgan holatda bilet nomerini tanlaydi va o'qituvchi mana shu biletni ochib, unga savolni ko'rsatadi. Masalan, 3-biletni talaba tanladi, uning ichida savollar joylashadi. Savollarga javob beradi. Javobning to'g'ri yoki noto'g'riligini kompyuter orqali kiritilsa, bunda to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlab beradi. Bir marta tanlangan biletimiz aktiv holatdan chiqariladi va boshqa o'quvchi uni tanlash imkoniyatiga ega emas. Hozirgi kunda ta'lim sohasida ham informatsion texnologiyalar keng rivojlanmoqda. Ta'lim sohasida ham o'z o'rniga ega bo'lgan informatsion texnologiyalarni yaratishda biz ham o'zimizning kichkina bo'lsa-da hissamizni qo'shish maqsadida ushbu dasturimizni ishlab chiqdik. Biz o'ylaymizki, ushbu dastur ta'lim sohasida ozgina bo'lsa-da ham yengilliklar keltirib beradi. Shu o'rinda chet elliklarning haqida aytib bersangiz.
Mana shu qiziqishlarim meni 2017-yil aprel oyida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Urganch shahar o'rtasida bo'lib o'tgan innovatsion loyihalar tanlovida qatnashishga chorladi. Bunda men o'zimning dasturlarim orqali qatnashdim va sertifikat bilan taqdirlandim. Bundan tashqari 2018-yili O'zbekiston Respublikasi ayollarning 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihalari tanlovida qatnashib, mana shu Questions dasturim bilan qatnashib, diplom bilan taqdirlandim va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Alдағы rejalaringiz haqida aytib bersangiz. Kelajakdagi rejalarim haqida gapiradigan bo'lsam, mana shu veb-saytimni ishga tushirib, qo'l hunarmandchiligi sohasini yanada rivojlantirish, uy bekalarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkillashtirishga o'zimizning ozgina hissamizni qo'shish hisoblanadi. Mana shu veb-saytimni ishga tushirish orqali mana shu natijalarga erishishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, ta'lim sohasi, turizm sohasida ham dasturlarimizni amaliyotga tatbiq etib, O'zbekiston Respublikasida axborot sohasi orqali uning rivojlanishiga o'zimizning ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shishni maqsad qilganmiz. Rahmat Dilrabo, niyatingiz yo'ldasingiz bo'lsin. Texnologiyalar rivojlangan sayin izlanuvlar da artadi. Bu bo'lsa o'z кезегінде жаңадан жаңа innovatsiyalik ideyalarning hamda texnologiyalarning rivojlanuvuna turtki bo'ladi.